Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. 3 challenge bugün 83 gün. Arkayın apelsin sistemini yazışıp devam ettiririz. Bungacha bilan bir suhbat ko'rsatacak. Undan ham bir narsa Twitterda bilan birga aytacak. Twitterda ko'p odam grok ya'ni sun'iy idrok LLM'ini asos sifatida, manba sifatida keltiribdi. Ya'ni o'zining gapini isbotlash uchun, lekin AI'lar adashuvchidan ko'p kuzatiladigan zot. AI'dan men o'zimning kimligimni so'radim, undan keyin o'zbekchalab so'rash boshladim undan. U qayerdan deb. Bu Xidirxon Otabayev asli Andijon viloyatidan deb berdi. Qiziq, keyin aynan qaysi suhbatda u Andijondanligini aytgan deb so'radim. Hech ko'p gapim bana burdi, keyin pastga tushib turdi, yana boshqa gap aytdi u. Nachin Andijondan deb aytdan so'radim. Undan keyin uzr so'radi. Uzr so'rab turdi, ya'ni pastda Andijondan emasmi desam, keyin u Namangan viloyatidan deb chiqardi. Siz to'g'ri aytdingiz, u Andijondan emas, Namangan viloyatidan. Pastda keyin yo'q, u Namangandan emas dedim. Keyin tenda u siz mutlaq haqliqsiz. Xidirxon Otabayev kelib chiqishi asli Farg'ona viloyatidan edi. Ko'p Poli vodiy aytib chiqdim. Keyin yana yo'q dedim, Farg'onadan ham emas dedim. Shundan keyin topdi Xorazmlik deb. Pastga men aytanda o'la qo'ydim. Rahmat deb. Ya'ni bu bilan nima deyajak? O'zim nidaligim, o'z kimligimni topdi yaxshi. Kiber xavfsizlik olami. Nida ishab turammi, qaysidir bilishimni topdi, lekin nidaligimni topmagandan keyin u topib bilmadim deb aytgan yo'q. To'qib tashladi. Andijon viloyatidan, Andijondan emas desam Namanganda, Namangandan emas desam Farg'onada. Ya'ni ishoncha qolmaslik kerak manba sifatida.